Darkseid nega hamon yo'lda yuribdi? Nima sababdan u hali hamon filmlarda asosiy yovuz sifatida chiqish qilmadi? To'g'ri, DC kino olami yangilandi, bir qancha vaqt to'xtab qoldi va filmlar aralashib ketdi va shu sababdan ham Darkseid qolib ketdi. Keling, bugun sizlar bilan aynan Darkseid nima sababdan hali hamon filmlarda asosiy antagonist sifatida chiqish qilmayapti, shu haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bunga bir qancha sabablar bor. Masalan, Darkseid Adolat Ligasining birinchi qismida shunchaki orqa fonda turgan antagonist sifatida ko'rsatilishi kerak edi. Xuddi Qasoskorlar bir filmida Thanos Lokini yerga jo'natgan, lekin o'zi aslida hammasini boshqarib turgani kabi. Xuddi shunday Darkseid ham dala bo'rsini yerga jo'natgan va hammasini boshqarib turgan personaj bo'lishi kerak edi. Ammo DC kino olamida ancha chalkashliklar bo'lib ketdi. Masalan, Zack Snyder birinchi navbatda Adolat Ligasi filmini suratga olmadi. Uning o'rniga Joss Whedon suratga oldi va u filmda hattoki Darkseid haqida umuman gapirmadi ham. To'g'ri, bir eslab o'tirgan bo'lishi mumkin, lekin umuman Darkseid asosiy planga chiqarilmadi. Tabiiyki, bu film o'ylanganidek omadli chiqmadi. Naq Zack Snyderning ssenariysi bo'yicha 4 soatlik bo'lishi kerak bo'lgan film atigi 2 soat ichiga joylab qo'yildi va albatta shu bilan birga ko'p narsalar ham qisqartirib tashlandi. Qahramonlarning ko'rinishi, ayniqsa dala bo'rsining ko'rinishi juda ham qo'pol qilib aytganda axlat qilib qo'yildi. Lekin hammasi to'g'rilandi va film umuman hammaning yodidan chiqib ketishi uchun yana qaytib Zack Snyderni chaqirishdi va u Adolat Ligasi filmini o'zi xohlagandek suratga olishga ruxsat etildi. U ham aynan o'zi xohlagandek filmni chiqardi va ssenariyni to'liq ekranlashtirib bizga naq 4 soatlik filmni taqdim etdi. U yerda albatta Darkseid haqida ham yetarlicha gap ketdi. To'g'ri, Zack Snyderning Adolat Ligasida ham to'liqligicha Darkseid asosiy antagonist emas edi. Sababi aynan shunday bo'lishi ham kerak edi. Biz Darkseidni yillar davomida ko'rib, kuzatib, uning orqada turganini bilishimiz kerak edi, ammo uni yerga kelishini anchagina uzoq kutishimiz kerak edi. Chunki Darkseid haqiqatan ham juda kuchli personaj. Hammasi ajoyib ketdi. Zack Snyderning Adolat Ligasi qisman ma'noda omadli chiqdi va tomoshabinlarga Joss Whedonning filmiga nisbatan anchagina yoqdi. Ammo yana DCdagi parokandalik, yana qisqartirish, yana ishdan bo'shatish, yana moliyaviy tanqisliklar va shu sabab yana Zack DC kino olamidan ketdi. Ammo u to'liqligicha ssenariyni yozib tugatgan edi. Ya'ni Adolat Ligasi filmining keyingi 2 va 3 qismi qanday bo'lish ssenariylari tayyor edi. Shu sababdan baribir ketar ekanman degan holda ssenariyni to'liqligicha ommaga e'lon qilib ketdi. Ssenariy albatta o'sha Zack Snyderning DC kino olamidan ketish paytida Twitterda, YouTube'da va hattoki Telegramni o'zida ham anchagina shov-shuvlarga sabab bo'ldi va juda uzoq muddat aylanib yurdi. Hozir ham uni bemalol Google'dan topib olishingiz mumkin. DC yana quladi, yana yangilanishlar bo'ldi va endi yangilangan DC kino olami yana qaytib gullashni boshlayapti. Hozir DC kino olamida James Gunn bor. Bilamizki, James Gunn professional rejissyor va unga ishonsak bo'laveradi. Superman filmidan ham buni bilib olishimiz mumkin. Ko'pchilik Superman filmini yomon degan bo'lishi mumkin, ammo Superman filmi menga juda ham yoqdi. Men DCdan ko'rgan shu paytgacha eng yaxshi filmlardan biri bu albatta Supermanning aynan shu filmi. To'g'ri, Superman Batmanga qarshi yoki Adolat Ligasi filmi ham anchagina yaxshi chiqqan edi, ammo yangilangan DC kino olamidan bu qadar ajoyib filmni chiqishini kutmagan edim va u menga yoqdi. Asosiy mavzuga qaytsak, nima sababdan Darkseid hali hamon asosiy antagonist sifatida chiqish qilmayapti? Bunga asosiy sabab hozir aytib o'tganimdek DCdagi anchagina o'zgarishlar. Ya'ni avvaliga Joss Whedon keldi, keyinchalik Zack Snyderning o'zi keldi. Keyinchalik u yana qaytib ketdi va DC olami butunlay yangilandi. Xullas, bularning barchasi Darkseidning asosiy antagonist bo'lishiga, ya'ni bizni shunaqangi ajoyib personajni ko'rishimizga xalaqit beryapti. Ustiga ustak, hali hamon James Gunn Adolat Ligasi filmini ishlamoqchi emasligini aytib o'tdi. Bunga sabab adolat tarafdorlari o'zi bor. Ular haqida esa alohida film ishlash kerak. Darkseidni James Gunn filmlariga qo'shadimi yo'qmi, bu hali aniq emas. Lekin umid qilamanki, bunday katta personajni shunchaki James Gunn DC kino olamidan chetga surib qo'ymaydi va u albatta keyinchalik bo'lsa ham filmga qo'shiladi. O'zi aslini olganda Darkseid haqida men aynan Zack Snyderning Adolat Ligasi filmi chiqqanidan keyingina qiziqib, u haqida o'qishni va ma'lumotlar yig'ishni boshlagan edim. Lekin shunda ham unchalik DC komikslarga kirishib ketmagan edim. Shunchaki esingizda bo'lsa, o'sha paytlarda Nova Uz degan kanal ham bor, lekin hozir bilmadim u nega kanal faoliyati to'xtagan.
Xullas, men o'sha kanalning Telegramdagi kanaliga ham a'zo edim va chatda aynan Darkseid haqida muhokama ketganda men ham Darkseid haqida bilish uchun o'z fikrlarimni yozishni boshlagan edim va u yerda ko'pchilik menga Darkseid haqida to'liqligicha ma'lumot berishgandi. Ayniqsa aniq ismlari esimda yo'q, lekin hozir ham YesUzB kanalining chatida admin sifatida faoliyat yuritadilar. Aynan o'sha inson menga Darkseid haqida to'liqligicha ma'lumot bergan edilar. Keyinchalik komikslar topib berganlar va Darkseid haqida bilishimga anchagina yordam berganlar. Xullas, nima demoqchiman? Aynan o'sha paytlarda Superman haddan tashqari kuchli ko'rsatilmadimi degan fikrni aytib o'tgan. Ammo Darkseid haddan tashqari kuchli ekanligini aytib, Darkseid haqida ma'lumot bergandilar va u hali hamon filmlarda chiqmaydi va chiqmasligi kerak. Chunki u juda kuchli, hozirgi adolat ligasini bemalol yenga oladi. Ammo yillar o'tib, bu personaj bir nechta filmlarda qahramonlarimizga tashvish tug'diradi va bizga qiziqarli filmlar taqdim etadi degan edilar. Ammo bu gaplar shunchaki havoda qolib ketdi. Afsus, DC borgan sari rasvolashdi va oxir oqibatda tugatilib yangilangan DC kino olami tuzildi. Umid qilamizki, yangilangan DC kino olami bizga ajoyib shedevrlarni taqdim etadi. Xullas, men nima demoqchiman? Qandaydir ma'lumot yoki teoriya aytmoqchi emasman, shunchaki kanal faoliyatini yuritishimni boshlashimdan oldin bo'lgan bu voqea yodimga tushgach, Darkseid nima sababdan chekkaga qolib ketdi deb o'ylayman. Shu videoni qilishga qaror qildim. Bu video sizga qiziqarli bo'ldimi yoki yo'qmi? Ketkazgan vaqtingizga va megabaytingizga rozi bo'ling. Keyingi videolarda albatta ma'lumotlarga to'la video bo'ladi. Yangilangan DC kino olami haqida va Zack Snyderning DC olami haqida o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.